Shunday qilib biz sizlar bilan nemis tili alifbosini va nemis tili harflarini talaffuzini o'rganib chiqdik. Endi esa navbat mustaqil mashqlarga. Men o'qiyman, ortimdan qaytarasiz. Demak, boshladik. Pakt, post, pik, kost, kin, kontakt, tennis, bombe, sekte, salat, system, signal, mensa, visum, Vogel, Vorrat, Vorzug, Virus, Vitamin, Vater, Villa, Sport, Sprotte, Schuld, Spargel, Schloss, Strand, Stamm, Schrift, Tisch, Dusch, Wunsch, Campus, Creme, Caravan, Rock, Sack, Lack, Schmuck, Taxi, Text, Reflex, Lexikon, Praxis, Phantom, Phosphat, Tron, Theorem, Rutsch, Putsch, Tscheche, Schatz, Spitze, Hitze, Rang, Hang, Achtung. Men ortimdan qaytargan bo'lsangiz, biz davom etamiz. Keyingi slaydimiz umlaut harflari va ularning o'qilishi. Nemis tiliga xos bo'lgan harflar A umlaut E, O umlaut Ö va U umlaut Ü harflaridir. E o'zimizni E harfi kabi o'qiladi. Masalan, Geste, Zähne. Ö harfi esa o'zimizni Ö harfiga o'xshash o'qiladi. Masalan, schön, öffnen. Ü umlaut biroz yu so'z birikmasiga yaqinroq. Masalan, Mücke va Spuren. E umlaut va U so'z birikmasi o'y kabi talaffuz qilinadi. Masalan, Bäume, läuft va Häuser. Keyingi mavzu diftonglar. Nemis tilida diftonglar quyidagi so'z birikmalari asosida yuzaga keladi. A va I harfi ay tovushini beradi. Misol, May, Baykal va Keyza. E harfi va I harfi ay, zwei, sein, weise. E harfi va U harfi bu ham o'y tovushini beradi. Masalan, neun, Deutsch, heute va Europa. A va U so'z birikmasi au tovushini beradi. Masalan, Frau, auch, laut. Va yana bir bor E umlaut va U o'y tovushini beradi. Bäume va läuft. Shunday qilib biz sizlar bilan nemis tili alifbosi va nemis tili harflarini talaffuzini o'rganib chiqdik. Bugun biz o'rgangan mavzular: nemis tili alifbosi, unli harflar, undosh harflar, ba'zi undosh harflar va so'z birikmalari talaffuzi, umlautlar va diftonglarni birga o'rgandik. Endi esa darsimiz oxiriga yetib qoldi. Bugundan boshlab biz uyga vazifa ham beramiz. Uyga vazifa: mustaqil mashqlarni yana bir bor mustaqil takrorlash, ekraningizda ko'rib turgan so'zlarni mustaqil talaffuz qilish. Shunday ekan, yana sizlar bilan keyingi darsgacha xayrlashamiz. Bis nächstes Mal, auf Wiedersehen.